Ajoyib savol. Shu milliy sertifikatda juda yaxshi savollar berilyapti. Diqqat qiling. Demak, ularda ham izlanish bo'lyapti. Biz ham ularga yetib olishimiz kerak. Buni oldin biz ishlaganmiz, bunga o'xshagan savollar. Demak, ildizi 1 ayrilgan x kvadrat teng 4x kub ayrilgan 3x. Demak, o'zgaruvchini almashtirish usullari bilan bu ishlanadigan misollarga kiradi. Xo'p, demak bilamizki, buni ichi 0 dan kattaroq teng bo'lishi kerak. 1 x kvadrat 1 x kvadrat. Demak, qarang. 1 x kvadrat kattaroq teng 0 dan bo'lishi kerak. Bu yerda x - 1 demak 1 oralig'idan chiqmaydi degan aniqlanish sohasi keladi. Xo'p, demak mana bundan 0 dan katta deyishimiz kerak. 4x ning kubi ayrilgan 3x kattaroq teng 0 dan deyishimiz kerak. Va buni ham ishlasak o'ziga yarasha qiymatlar kelib chiqadi. X ni chiqarsak, xo'p, 2x ayrilgan ildizi 3, 2x qo'shilgan ildizi 3 kattaroq teng 0 dan bo'ladi. Buni ishlab qo'ysak, minus ildizi 3 taqsim 2 va 0 va bu yoqda ildizi 3 taqsim 2 degan qiymatlar keladi. Har bir oraliq mana bu bo'yaladi. Bo'yalgandan keyin minus bo'ladi. Demak, 0 dan kattalar olinsa mana shu yer oraliq bizga yechim bo'lishi ehtimoli bor va bu bilan kesishtirsak, xo'p, yechim mana shu oraliqda bo'lishi kerak ekan. Ya'ni mana bu oraliq minus ildizi uchun 0 va ildizi uchun 1 oraliqda bo'lishi kerak. Buni keyinchalik oxirida qarasak bo'ladi. Demak, misolni baribir darajaga ko'tarmaslik yana bitta yo'li bor. Mana bu aniqlanish sohasi sinus kosinuslarda ko'proq beriladi. Ya'ni biz x ni sinus alfa deb yoki kosinus alfa deb belgilashtirsak bo'ladi. Kosinus alfa deb belgilashtiraylik. Kosinus alfa deb belgilashtirsak, shunda bizga bo'lar ekan, qarang. 1 minus kosinus kvadrat alfa teng bo'lyapti 4 kosinus kub alfa ayrilgan 3 kosinus alfa. Bizda formula bor. Formula qanaqa? Mana shu narsa kosinus 3 alfani beradi. Buni biz o'quvchilar bilan juda ko'p marta isbotlaganmiz. Kosinus 3 alfani beradi. Demak, mana bu narsa bizga sinus alfani beradi. Sinus alfa teng kosinus 3 alfaga bo'ladi. Buni ishlash uchun mana bu narsani kosinus alfaga o'tkazib olamiz. Keltirish formulasini qo'llaymiz. Kosinus 3 alfa minus kosinus alfa teng 0 ga bo'ladi. Buni adashdim. Mana bu tarafga kosinus pi taqsim 2 minus alfa deb yozamiz, teng 0 deymiz. Va buni kosinuslar ayirmasida yig'inda o'tamiz. Minus 2 sinus ikkalasini ayirib 2 ga bo'lsak 2 alfa ayrilgan 45 to'g'ri keladi. Ko'paytirilgan yana sinus qo'shib 2 ga bo'lamiz. Alfa qo'shilgan 45 teng 0 holatda bo'ladi. Endi buni ishlasak, birinchi buni teng 0 ga desak, 2 alfa minus 45 teng pika ga bo'ladi. Alfa teng bo'ladi bizga 22,5 qo'shilgan 90 kara k bo'ladi va buni ishlash uchun birlik aylanani aytamiz. Qani bilamizki, bir aylanishda 4 ta nuqtasi bormi, nechta nuqtasi bor? 4 ta nuqtasi bo'lishi kerak. K teng 0 da 22,5, K teng 1 da, xo'p, mana bu yerda keladi 112,5 gradus, mana bu yerda 22,5 gradus. Keyin K teng 1 ni bersak, K teng 1 ni berdik, K teng 2 ni bersak. K teng 2 ni bersak, mana bu yerda keladi-da 202,5 degan burchak bo'ladi. Va K teng 3 ni bersak, xo'p, bizga bo'ladi 292,5 gradusda bo'ladi. Ana shu nuqtalarni 4 ta nuqtani mana bu yerga keltirib qo'yib, mana bu yerga keltirib qo'yishimiz kerak har birini va o'shada chiqadigan x qiymat mana shu oralig'ida bo'lsagina yechim ham olasiz. Endi ikkinchisidan ishlaymiz, ya'ni oxirigacha ishlasak juda ko'p vaqt ketib qoladi. Teng 0 deymiz. Bu yerda alfa teng minus 45 qo'shilgan pika degan javob chiqadi. Buni ham bir aylantirishda demak, ikkita nuqtasi bor. Bittasi minus 45 gradus va ikkinchisi bu tarafda 135 gradusda bor. Va minus 45 gradusni keltirib mana bu yerga qo'yamiz. X manfiy chiqadi. Manfiy chiqqanda ham o'sha iminni qiymat kerak. Minus 45 gradusda yo'q, bu manfiy chiqmas ekan. Kosinus 1 taqsim ildizi 2 taqsim 2 ni berar ekan. Ildizi 2 taqsim 2, demak x chiqyapti. X mana shu ildizi 2 taqsim 2 ni olish kerak. Yo'q, bu yechim bo'lmas ekan. Minusdan mana 135 gradusni keltirib qo'yamiz. Minusdan ildizi 2 taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni mana bunda bitta qiymat bor. Minus ildizi 2 taqsim 2 mana bu yerda bor. Mana bundan bitta yechim olinar ekan. Mana bu nuqtalar ham keltirib qo'yib ko'riladi. Demak, 22,5 keltirib qo'yasiz. Qaysi oralda? Chiqqan x mana shu mana bu oraliq bilan mana bu oralda chiqsagina yechim bo'ladi. Menimcha bu yerdan bitta olinadi, bu yerdan ikkita olinardi, jami 3 ta degan javob chiqadi. Buni albatta o'zingiz vaqtingiz bo'lganda bu narsani qo'llab ko'ring. Bunga o'xshagan savollar tushyapti. Demak, bularni misollarni o'rganish kerak. Bizdan uzoqlashmang, kanalga obuna bo'ling.